Hozir boraman. Akajon. Kelasanmi bugun? Aka, assalomu alaykum. Ana ozroq yordam qila olmaysizmi? Kasalmanda. Nima kasal? Ana ovqat yemasam tutqanam tutar, ana bo'lmasam. Ana tutyapti. Bo'l ukam. Men pul naqdim yo'q-da meni. Bizda karta xizmati ham bor. Aka, kasalman, ozroq yordam qiling. Nima kasalsan, ukam? Cheribnoyim bor. Hozir hammada cheribnoy bor-ku. Meni oyog'imda cheribnoyim bor. Mana ukam. Rahmat. Oyoqda ham cheribnoy bor. Yo, aka, u boshqacha kasallik, siz tushunmaysiz. Aytavering, tushunaman. Men o'z doktorman. Endi nima desam ekan? Ayting. O, bronxit, bo'g'indagi og'riqlar, ana. Shunaqa kasalligim bormi? Ana, ko'rdingiz, bilmaysiz aka, rahmat, yordam kerak emas. Akalar, yordam qilaveringlar, men shab ko'rmanda. U qanaqa kasallik? Ana, kunduz kuni ko'rmayman, kechqurun ko'raman. Endi ukam kunduz kuni dam olib, kechasi ishlaganda. Maqsad pul bermaslikmi? Bor ishla undan ko'ra. Chota o'xshamayapti. Yangicha uslub bor, o'shani qo'llayman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yuzingizdan nur yog'ilib turibdi aka. Oliy ma'lumotliga o'xshaysiz. Men ham to'g'risi ikkita institut bitirganman. Germaniyada ishladim, ozroq chipa bir nimalar bo'lib ketdi. Aka, maqsadga o'ting. Aka, shoshyapsiz menimcha. Men ham shoshyapman aka, maqsadga o'taman. Shu uyga ketishga ozroq pul yetmay qolishiga yordam qilib tursangiz. Xo'p, qancha? 5 million. 5. Men o'zimni choylik olmayman, pasholing. Aka, shu kasalman deb so'rasam berarmi? Aka, kasalman desam berasizmi? Jon aka.